Germaniyada yangi shaharga birinchi marta tramvayga chiqdik. Universitetga birinchi kun kelgan paytimizda tramvay liniyasi yurmayotgan bo'lgan ekan. Biz borligini ham ko'rmagan edik. Ko'rsatmadi bu yerdagi prilojeniylar. Hozir mana bugundan tramvay yana yurishni boshladi 10 kundan keyin. Birinchi kun kelgan paytimizda yuklar bilan juda ham qiynalib 25 minut 26 minut rosa ko'p odam bilan avtobusda keldik. Xuddi shahar tashqarisiga bizani olib chiqib qo'ygandek tuyuldi. 5 soat yurib, keyin avtobusda yana yurganimizda keyin o'yladik, qayerga kelib qoldik. Biz universitet qayerga shahar chetiga borib qo'yishganmi deb o'yladik. Endi hozir tramvay yurishni boshladi. Hozir mana ichi rosa chiroyli yangi tramvay ekan. Keyin tramvayni ichidagi stullari ham, o'rindiqlari ham xuddi Avstriyada, Venada ko'rganimizdaqa qurilgan ekan. Rosa yoqdi. Eng qizig'i shahar ichiga tramvayda 15 minutda borsa bo'lar ekan. Bu degani 26 minut, 25 minutdamiz. 10 ta ostanovkada 15 minutda yetib borib qo'yamiz hozir. Birinchi marta chiqdik, taassurot zo'r.